Do'stlar, mana natijalar ko'pligini qasdini chiqarishni ham bilmay qolyapmiz. Yo'qmi? Janoyatda, tabriklaymiz. 2 martadan gapirib yuboribdi. Mana, Birinchi avgust sanasiga e'tibor beramiz. Kimda-kim shunaqa bittada bitta topshirmoqchi bo'lganlari hasadovchidan kutib qolamiz. Hasadovchi! Здравствуйте, дорогие друзья, вы наши подписчики. Сегодня 11 августа в экзаменационном центре Анжелянской области будут результаты бомба. Ждите наших учеников. Navbatdagi natijalar Muhammad Islom ukamiz mana videoga yo'q, aka video yo'q deyapti, lekin video bor har doimgidek. Sertifikat mana ko'rib qo'yinglar. 11 avgust sanasi imtihon kirgan. Nechta? Bittada bitta natijalar bo'lishi uchun nima qilish kerak ekan? O'qish kerak. Asqadoshni o'qish kerak. Tavsiya qilasizmi? Eng zo'r. Tabriklaymiz uka. Bitta deganlari unaqa oson bo'lmayapti, to'g'ri. Qulluq bo'lsin. Muhammad Islom. Qanday zo'r? Jonim meni 20 ta zo'r bu natijalarimiz. Qiynalmadim, rosa tez chiqdi. Savollarimiz birga chiqdimi? Birga. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Bizda natijalar davom etmoqda. 20 tadan 20 ta. Avtodrom deyapti, adashib ketyapman o'zim ham. Nazariy savollarimiz, kompyuterlarimiz, maktabimiz haqida fikrlaringizni bitta ayting, go'zalim. Rahmat. Birga bir chiqdi. Qiynalmadik, Xudoga shukr. Domlalarga hammaga rahmat, Akmal domlaga ham rahmat, hammalarga rahmat. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilaman. Sadochi hamda Afteledi Zo'r. eng zo'ri. Rahmat. Imtihonga kirib begali 11 avgust sanasi 20 tada nechta begali? 20 tada 20 ta ekan, hurmatli do'stlar, qiyinchiliklar bo'lmadimi? Begali chiqadi. Naymanliklarga alangalik salomlar. Mana mahalladoshimiz bittasi imtihondan o'tyapti. Barcha naymanliklarni humofiylarida kutib qolamiz. Sahifamiz obunachilar navbatdagi natijalar davom etmoqda. Qani videoga ko'raylik. 20 ta degan yerlariga mana 11 avgust sanasi Nurullo imtihonga kirib bitta topshiriq chiqibdi. Qiyinchilik bo'lganini yo'q. Nima qilish kerak ekan bu? Bitta topshiriq. Tabriklaymiz. Qulluq bo'lsin. Kimda-kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Navbatdagi natijalarimiz qani ko'rib beraylik. Oyatullo imtihon kirib 11 avgust sanasida 20 tadan nechta topshiriq? Qiyinchilik bo'lmadimi Nurullo? Tavsiya qilasizmi? O'qisa, o'rgansa, bittada topshirsa bo'lar ekan. Qani qiyin ekan, muammo deganlarga o'qish kerak, o'rganish kerak. Asqadochi eng zo'r. Tabriklaymiz, qulluq bo'lsin. Bunaqa natijalarni amaliyotda ham bittada bitta xuddi shunaqa topshiriq chiqadi. 11 avgust sanasi navbatdagi natijalar davom etmoqda. Abdulloh, qiyinchilik bo'lmadimi? Qaysi filialni o'qiysiz? Yangi bozor filialimizning natijalar. O'zingiz tayyorlaysiz. Bo'stonliklarga alangalik salomlar. Mana bitta mahalladoshimiz 20 tada 20 ta olib chiqibdi. Kimda-kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, saylovchilar murojaat qila olasizlar. Uni bo'lsinmi? Aka, tabriklaymiz. Do'stlar, mana natijalar ko'pligini qasdlarga qarashni ham bilmay qolyapti. Jahongir akamiz imtihon kirib 20 tadan eshitib 19 ta ham natija degani bunaqa natijaga ham erishish oson bo'lmaydi. Jahongir aka bunaqa bitta topshiriqni nima qilish kerak ekan? Tanlovda adashib yuribsiz, hurmatli do'stlar. Amaliyotni ham bitta o'tib oling aka. Tabriklaymiz, qulluq bo'lsin. O'zingiz kelgan qulluq bo'lsin. Alaykum assalom.
Alaykum assalom. Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar tobora kuchaymoqda. Har saylovchi hafta maktabiga o'quvchilarimiz kelganmiz. Muhammad Rizo 11-avgust sanasida bitta topshiriq chiqdi. Tabriklaymiz. Muhammad Rizo bitta topshiriq uchun nima qilish kerak? Oo, Alloh rahmatingizga malades. 5 minut ichida yetib chiqdi. 5 minutda 20 tadan 20. Rasha qulluq. Malades. Tavsiya qilasizmi? Qolganlar ham kelishni tavsiya qilamiz. Kesin o'qisa o'rgansa olsin. Sinab olish qiyin deganlarga nima deysiz? Sinab olish oson. Asfaltchi bilan. Ha, qulluq bo'lsin, malades. Prava kerak bo'lsa, asfalt yugur orasida. Oo, tabriklaymiz. Sizga qulluq bo'lsin. Tabriklaymiz. Tinchlik bo'ladimi? Kanal o'rgatgandaymi? Navbatdagi natijalar Bahronjon aka 11-avgust sanasida imtihon kelib 20 tada 18 ta rezultat degani samikilarning 17 ta bo'lmasin. Kimdaki mana shunaqa natijalar kerak bo'lsa, afsalozni kutib qolamiz. Bahronjon aka tavsiya qilasizmi? Qulluq bo'lsin. Amaliyotni ham adin-badin topshirib oling. Tabriklaymiz. Alaykum assalom. Navbatdagi natijalar tobora kuchaymoqda. Sanasiga e'tibor beramiz. 11-avgust sanasi imtihon kelib tutib oyatulloh 20 tadan nechta oyatulloh? 20 taga 20 ekan hurmatli do'stlar. Kimdagi shunaqa natijalar kerak bo'lsa, afsalozni kutib qolamiz. Tavsiya qilamiz. Yangi bozor tinchlikda bo'lgan domlalar o'rgatganda bilgan savol. Tavsiya qilasizmi? Afsalochi Zo'r. Qulluq bo'lsin. Amaliyotni ham bitta topshirib olamiz. Qulluq bo'lsinmi? Qolarmasak ham. Navbatdagi natijalar Barnoqon opa imtihon kelib nechta topdi? 20 taga 20 ta qulluq bo'lsin. Bizga rahmat, o'qishga taklif qilamiz. Savollarni osonlik bilan hech qanaqa qiyinchilik muammolar bo'lmadi. Hamma domlalarga rahmat. Qulluq bo'lsin. Oson bo'lmayapti. 18 yoshlar ham unaqa bitta o'tgani qiynalyapti. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman albatta. Nafs haydovchiga albatta kelinglar, domlalar juda ham oson yo'llarni o'rgatyapti. Mana men juda ham ko'p yotib olib tayyorgarlik ko'rdim. Osonlik bilan, o'zim haligi nima testlarni osonlik bilan topshirganimga alhamdulillah. Hammalarni taklif qilaman o'qishga. 50 prava yosh tanlamaydi hurmatli do'stlar. Kelaverasizlar. Mana xudo xolasa oxirigacha birga turib, mana shunaqa sertifikat iloyim amaliyotlarni bitta topshirib oling. Tabriklaymiz. Ukamiz imtihon kelib turib 20 tada 20 ta degan ekan. Razbi, tinchlik bo'ladi. Qaysi filialda o'qidingiz? Sakura. Yangi bozor Sakura operasidagi filialimizda natijalar ekan 11-avgust sanasiga e'tibor beramiz hurmatli do'stlar. Kimda-kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, afsalochida kutib qolamiz. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. O'qisin, o'rgansin 5. Tabriklayman. Amaliyotga ham mana shunaqa bittada ko'k qilib chiqasiz xudo xolasa. Navbatdagi natijalar tabriklaymiz. Ekranga urib beraman deydi 20 taga 20 ta. Uni ekranga borib jang'illatib yuboring. Ko'rib qo'yishsin. Qulluq bo'lsa mana Tohirjon aka imtihonga kelib 20 tada 20 ta topib chiqibdi. 11-avgust sanasi. Eshik qavat Tohirjon aka. Piyos bayliklarga alangali salom bilan mahalladoshimiz mana bittasi xudo xolasa pravalikka bir qadam qoldi. Amaliyotni ham haydovchi o'zim haligi kesaversa bo'ladimi beriladi. Haligi to'g'rilab qo'ysa. Tayyorlanishdan oldin bir hafta vaqt ketdi. Akaga aytdim bir hafta oldin. Aka birga rasmga tushamiz dedim. Mana aka. Niyat xolis aka. Niyat xolis aka. Tabriklaymiz aka. Yo'qmen. Qulluq bo'lsin. Ko'rib turganlarga nasib qilsin manaqa. 11-avgust sanasida mana shunaqa 20 ta topshirish barcha pravoslav do'stlarimizga nasib qilsin. Aniqroq hech kim bo'lmadi. Domlalar o'rgatgandaymi? O'tib olishdan keyin tabriklaymiz. Amaliyotni ham xuddi shunaqa bittada topshirib chiqing xudo xolasa. Nasib qilsin. Saymanimiz obunachilar navbatdagi natijalarimiz Mahfunaxon imtihon kelib 20 tada 18 ta rezultat, samay qilarning 17 ta bo'ladi. Mahfunaxon tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Yaxshi o'tdi, tinchliklar. Deyarli bo'lmadi, xudoga shukr. Tavsiya qilasizmi? Tabriklaymiz. Amaliyotni ham Gulkan opa, tabriklaymiz. 2 martadan keltirib yuboribdi. Mana, dan. Ko'ringlar.
Tabriklayman. Rahmat. Shu xavfsiz haydovchini barcha domlalarga, nazariy, amaliy rahbariyatga kattakon rahmat. Minnatdormiz. Shu kunlarga yetishimizga sababchi bo'lgan eng asosiysi turmush o'rtog'imga kattakon rahmat. Tabriklayman. Tabriklayman. Ulug' bo'lsin. Nechtaga nechta? 20tada 28. 20tada 28 degan natijalar bilan Bobur Bey 11-avgust sanasida imtihon topshirib chiqdi. Ulug' bo'lsin. Qiyinchilik bo'ladi. Domlalar o'rgatganda bunaqa bitta topshirishni nima qilish kerak? Mana de tanlovdan rasmiymiz. Yangi yo'l filialida natijalar eshitadi. Bosganlarga alangali salomlar. Mana bitta mahallada o'shinglar pravaga bir qadamda turibdi. Imtihonga kelib 11-avgust sanasida Naziraxon 20tada 20 ekan bilmay qolibsiz, hurmatli do'stlar. Mana kimda kim masalaga natijalar kerak bo'lsa, tasqada o'tib qolamiz. Qiyinchilik bo'ladi sizning. Bilgan savollar o'rgatganda o'zimizga tavsiya qilib qolaylikmi? Barcha pravasi yo'lga o'qib o'rgatdimmi? Eng zo'ri tabriklaymiz. Navbatdagi natijalar Muhammad Ilyos imtihonga kirib 20tada 20tada olib chiqdi. Hech qiyinchilik boshida bo'ldi. Ha. Tomlasan xatolarni. Puli bo'lsa. Kirguncha qiyinchilik bor. Bilgan savollar, test o'rgatganida endi. Tavsiya qilasizmi? O'rganisizmi? Puli bo'lsin. Tabriklaymiz. Amaliyotni ham xuddi shunaqa bittada topshirib chiqdingizlar inshaalloh. Tabriklaymiz. Mana ikkita singilligingiz bor edi. 11-avgust sanasi mana e'tibor beringlar do'stlar. Mana 11-avgust. Domlalar o'rgatganda hammasi bilgan savollar. Tavsiya qilasizlar? Tavsiya qilamiz. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Bravo olish siz o'ylaganchalik katta muammo emas. Xavfsiz haydovchi bilan hammasi oson. Assalomu alaykum saytimiz obunachilari. Bugun 11-avgust sanasi xavfsiz haydovchi avtomaktabidan o'quvchilarimiz olib kelganmiz. Barchasi muvaffaqiyatli topshirildi. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri!